Assalomu alaykum. Harbiy prokuratura organlari tomonidan o'tgan 2025-yilda harbiy xizmatchilarning ijtimoiy himoyasini ta'minlash va yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash borasida muayyan ishlar amalga oshirildi. Xususan, harbiy xizmatchilar va ularning oila a'zolarini har tomonlama qo'llab-quvvatlash maqsadida Qoraqalpog'iston Respublikasi va barcha viloyatlarning olis va chekka hududlarida sayyor qabullar o'tkazildi. Ularda ko'tarilgan 600 dan ziyod murojaat, jumladan harbiy xizmatchilar va ularning oila a'zolari hayotida uchrayotgan 300 dan ortiq masala joyida ijobiy hal etildi. Joylarda 160 dan ziyod mehnat yarmarkasi o'tkazilib, natijada harbiy xizmatchilarning qariyb 2000 nafar oila a'zolari ish bilan ta'minlandi. Muddatli harbiy xizmatni o'tab qaytgan yoshlar uchun tashkil etilgan 80 ga yaqin mehnat yarmarkalari va boshqa huquqiy amaliy tadbirlar orqali 9000 dan ortiq fuqaro ish bilan band bo'ldi. Harbiy prokuratura organlari tomonidan tibbiyot birlashmalari va harbiy gospital bilan hamkorlikda olis va chekka hududlarda 30 dan ortiq chuqurlashtirilgan bepul tibbiy ko'riklar tashkil etildi. Ularda 5000 ga yaqin xotin-qizlar va bolalar tor ixtisosliklar bo'yicha malakali tibbiy mutaxassislar tekshiruvdan o'tkazildi. Oila va xotin-qizlar qo'mitasi, Qurolli Kuchlar vazirlik va idoralari bilan hamkorlikda olis hududlarda xizmat qilayotgan harbiy xizmatchilarning rafiqalari va mahalla ayollari ishtirokida Yangi O'zbekistonning vatanparvar ayollari ko'rik tanlovlari tashkil etildi. Yoshlarni ona vatanga sadoqat ruhida kamolga yetkazish, ularning mamlakat taraqqiyoti uchun daxldorlik mas'uliyatini oshirish maqsadida turli tadbirlar va uchrashuvlar o'tkazildi. Muloqotlarda yoshlarimizning qiziqish va maqsadlari o'rganilib, ularga ham ma'naviy, ham hayotiy yo'l-yo'riqlar, amaliy ko'maklar berildi. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Harbiy prokuraturasining o'zida yil davomida 1000 dan ziyod maktab va harbiy akademik litseylar o'quvchilari, oliy harbiy ta'lim muassasalari talaba va kursantlari ishtirokida 20 dan ortiq ochiq eshiklar kuni tadbirlari o'tkazildi. Umumiy o'rta ta'lim maktablarining chaqiruvga qadar boshlang'ich tayyorgarlik fani o'qituvchilari uchun o'quvchi yoshlar ishtirokidagi vatanparvarlik tadbirlarida foydalanishga mo'ljallangan ma'ruza matnlaridan iborat Yangi O'zbekistonning vatanparvar yoshlari nomli elektron to'plam tayyorlandi. Ushbu to'plam Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi mas'ullari tomonidan o'rganib chiqilib, 2025-2026 o'quv yilidan foydalanish uchun chaqiruvga qadar boshlang'ich tayyorgarlik fani mavjud bo'lgan 10 dan ziyod umumta'lim muassasalariga yuborildi. Yoshlarda milliy va umuminsoniy qadriyatlarga hurmat tuyg'ularini yuksaltirish maqsadida jamiyat va davlat hayotidagi muhim sanalar munosabati bilan keng qamrovli ma'naviy ma'rifiy tadbirlar amalga oshirildi. Birgina misol, harbiy prokuratura tashabbusi bilan 21 oktyabr O'zbek tili bayrami kuni munosabati bilan umumiy o'rta ta'lim maktablarida 2 bosqichli diktant tanlovi tashkil etildi. Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi hamkorligida o'tkazilgan ushbu tanlovda davlatimiz rahbarining 2024-yil 15 noyabrdagi qarori asosida 208 ta tuman shaharning har birida bittadan tashkil etilgan jasorat sinfi o'quvchilari ishtirok etdi. Tuman bosqichida 5000 dan ortiq o'quvchi mardlik mavzusida diktant yozdi va g'olib bo'lgan 208 nafar o'quvchi Qoraqalpog'iston Respublikasi, viloyat va Toshkent shahar bosqichlarida ona vatan mavzusida bellashib, yakunida 42 nafar g'olib va sovrindorlar munosib taqdirlandi. Kitob u qalbni uyg'otish, aqlni charxlash va hayot mazmunini anglash uchun suv va havodek zarur. Shu nuqtai nazardan barcha hududiy harbiy prokuraturlar tomonidan mutasaddi tashkilotlar bilan hamkorlikda 100 ga yaqin kitob yarmarkalari va ko'rgazmalari o'tkazildi. Yoshlarda mustaqil fikrlash, bilimga qiziqish, intellektual raqobat muhitini shakllantirish maqsadida 85 marotaba zakovat intellektual o'yinlari tashkil etildi. Bu kabi tadbirlar yoshlarni turli salbiy ta'sirlardan himoya qiluvchi ma'naviy immunitet vazifasini o'tash bilan ham alohida ahamiyatga ega bo'ldi. Chegara oldi hududlarda joylashgan 570 ta mahallada yashovchi 50 mingdan ziyod yoshlar qamrab olingan holda jami 500 dan ortiq vatanparvarlik tadbirlari tashkil etildi. Jarayonlarda turli sport musobaqalari uyushtirilgani esa yoshlarimizni sog'lom, mas'uliyatli sportga oshno etib tarbiyalashda muhim ahamiyat kasb etdi. Olis hududlardagi umumta'lim maktablarida, bundan tashqari respublikamizdagi barcha harbiy akademik litseylar va harbiy ta'lim muassasalarida 1200 dan ortiq prokurorlik soati mashg'ulotlari o'tkazildi. Ularda qatnashgan 60 mingdan ortiq o'quvchi va kursantlar e'tiboriga vatanparvarlik, burch va javobgarlik hissi, konstitutsiyamiz va qonunlarining mazmun mohiyati yetkazildi. 227 marotaba o'tkazilgan harbiy prokuror va yoshlar uchrashuvi 30 mingdan ziyod yigit-qiz bilan ochiq muloqot maydoniga aylandi. Yosh harbiy xizmatchilar, maktab o'quvchilari va mahalla yoshlari o'rtasida harbiy prokuror kubogi uchun 100 dan ortiq sport musobaqalari tashkil etildi. Vatanparvarlik tadbirlarini o'quvchi qizlar o'rtasida o'tkazishga ham alohida e'tibor qaratilib, harbiy prokuratura tashabbusi bilan olis va chegara oldi hududlardagi maktablarda Men vatanparvarman loyihasi doirasidagi tadbirlar jadal davom ettirildi. Faxriylar ishtirokidagi 41 marotaba o'tkazilgan 3 avlod uchrashuvlari ta'lim va tajriba uyg'unligini, yoshlar ongidagi burchga sadoqat va kasb madaniyatini yanada mustahkamladi. Bugun
raqamlashtirish davlat boshqaruvini samarali, shaffof va adolatli tashkil etishning eng muhim shartlaridan hisoblanadi. Ayniqsa harbiy sohadagi raqamlar yechimi inson omilini kamaytirish, ijtimoiy adolatni ta'minlash, harbiy xizmatchilarga yaratilgan imkoniyatlardan tezkor va ishonchli foydalanishda hal qiluvchi omil sanaladi. Harbiy prokuratura tomonidan joriy etilgan qurolli kuchlarda ijtimoiy himoya yagona elektron platformasi harbiy xizmatchilar va ularning oila a'zolari uchun ishonchli manbaga aylandi. Platformadagi birgina uy-joy ta'minoti moduli orqali turar joyga ehtiyojmandlar navbati va imtiyozli ipoteka ajratish jarayoni ilk bor inson omilidan xoli va shaffof tizimga o'tdi. Joriy yilda ham harbiy prokuratura organlari tomonidan bu boradagi chora-tadbirlar izchil davom ettirilishi ta'minlanadi. E'tiboringiz uchun rahmat.